Assalomu alaykum. Ubase ilovasidan to'g'ri foydalanish bo'yicha video qo'llanmaga xush kelibsiz. Ilovani oching va davom etish tugmasini bosing. Telefon raqamingizni kiriting hamda SMS orqali kelgan tasdiqlash kodini kiriting. Keyingi o'yinada Men ustaman bo'limini tanlang. Ro'yxatdan o'tish jarayonida avval ommaviy oferta va maxfiylik siyosati bilan tanishib chiqing. Hamda ularni qabul qilganingizni tasdiqlang. Shundan so'ng shaxsingizni MyID orqali tasdiqlang. Pasport ma'lumotlaringizni kiriting va identifikatsiya jarayonini yakunlang. Shaxsiy ma'lumotlaringizni tekshirib chiqqaningizdan so'ng buyurtmachilar ko'radigan ismingizni, ish tajribangizni va o'zingiz haqingizda qisqacha ma'lumotni kiriting. Endi faoliyat yuritadigan shaharni, ishlaydigan tumanlarni va xizmat ko'rsatadigan sohalarni tanlang. Kamida bitta tuman va bitta xizmat yo'nalishini tanlash majburiy. Keyin sifat kafolati bilan tanishib chiqing. Hujjatni oxirigacha o'qib bo'lganingizdan keyin uni qabul qilish imkoniyati paydo bo'ladi. Barcha ma'lumotlarni kiritgach, ro'yxatdan o'tishni yakunlash tugmasini bosing. Endi ilova uchun 4 xonali xavfsizlik PIN kod yarating. Qisqacha tanishuv sahifalarini ko'rib chiqing va boshlash tugmasini bosing. Asosiy oyna ochilgach, smena tashqarisida tugmasini faollashtiring. Ilova bildirishnomalar va geolokatsiyadan foydalanish uchun ruxsat so'raydi. Barcha kerakli ruxsatlarni bering va smenaga chiqish tugmasini bosing. Tabriklaymiz! Endi siz rasman smenadasiz va buyurtmalarni qabul qilishingiz mumkin. Yangi ustalar uchun sinov tariqasida paket sotib olmasdan bitta buyurtmani bajarish imkoniyati mavjud. Buyurtma kelganidan so'ng uni qabul qiling va yo'lga chiqish tugmasini bosing. Yo'lga chiqishdan oldin ekrandagi eslatmalarni diqqat bilan o'qib chiqing. Asbob-uskunalaringiz to'liq ekanligini va telefoningiz yetarli darajada quvvatlanganini tekshiring. Navigatorda ochish tugmasi orqali mobil qurilmangizda o'rnatilgan navigator yordamida buyurtmachi manziliga yo'l oling. Manzilga yetib borgach, Men yetib keldim tugmasini bosing. Keyin bajariladigan ishlar bo'yicha checklistni tuzing va checklistni yuborish tugmasini bosing. Buyurtmachi checklistni tasdiqlagandan keyin ishni boshlash tugmasi faollashadi. Ish davomida qo'shimcha xizmatlar aniqlansa, ularni qo'shimcha ish bo'limi orqali checklistga qo'shishingiz mumkin. Ular ham buyurtmachi tomonidan tasdiqlangandan keyin hisobga olinadi. Ish jarayonida biror muammo yoki savol paydo bo'lsa, AI maslahatchidan foydalaning. Savol yozing yoki rasm yuboring. Sun'iy intellekt holatni tahlil qilib, muammoni bartaraf etish bo'yicha kerakli tavsiyalarni taqdim etadi. Ish tugagach, ishni yakunlash tugmasini bosing. Buyurtmachi ishni tasdiqlagandan keyin buyurtma muvaffaqiyatli yakunlanadi va to'lovni buyurtmachidan to'g'ridan-to'g'ri qabul qilasiz. Ish yakunlanganidan so'ng buyurtmachidan mobil ilovada sizga baho berishini va izoh qoldirishini so'rang. Bu keyingi buyurtmalarni olish imkoniyatingizga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Asosiy oyna orqali kunlik, oylik va yillik daromadlaringizni kuzatib borishingiz mumkin. Doimiy ishlash uchun o'zingizga mos tarif paketini xarid qiling. To'lovlarni ilovada ko'rsatilgan to'lov tizimlari orqali amalga oshirishingiz mumkin. Agar savollaringiz bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Yoki Ubase qo'llab-quvvatlash xizmatiga qo'ng'iroq qiling. E'tiboringiz uchun rahmat.